Bugun men sizlarga pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning oila a'zolari uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pensiya va nafaqa pullarini naqd ko'rinishda olish bo'yicha yangi tartiblar. Cheklovlar va amaliy hayotda yuzaga kelayotgan savollar. Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada ota-ona, bobo-buvi yoki nogironlik nafaqasi oladigan yaqin inson bor. Agar bu qoidalarni vaqtida tushunib olmasangiz, pulingizni olishda kechikish, bankda navbat, karta bilan bog'liq muammo yoki hujjat yetishmasligi kabi noqulayliklarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun hammasini oddiy tilda birma-bir tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar uchun esa muammo yo'q? Qanday istisnolar bor va eng muhimi, pensioner amalda nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya yoki nafaqa pulini pochta orqali, mahalla hududidagi tarqatish punktlari orqali yoki uyiga olib kelib berish tartibida olardi. Ayniqsa yoshi katta. Bank kartasidan foydalanishga o'rganmagan, telefonda ilova ishlatmaydigan insonlar uchun naqd pul qulay edi. Pensioner kelardi, hujjatini ko'rsatardi, imzo qo'yardi va pulini qo'lga olardi. Ba'zi joylarda pochtachi yoki mas'ul xodim pensiyani uyma-uy yetkazib berardi. Endi esa asosiy yo'nalish pensiya va nafaqalarni bank kartasi orqali to'lashga o'tmoqda. Bu degani davlat pensiya pulini avvalgidek har doim ham naqd qilib qo'lga berish tartibini saqlab qolmaydi. Asosiy maqsad pulni shaffof, tez nazorat qilinadigan va xavfsiz shaklda yetkazishdir. Ya'ni pul pensioner nomiga ochilgan bank kartasiga tushadi. Pensioner esa uni bankomatdan yechib olishi, do'konda karta orqali to'lashi, kommunal to'lovlarni amalga oshirishi yoki bank kassasidan belgilangan tartibda olishi mumkin. Bu yerda eng muhim masala shuki, pensionerlarga umuman naqd pul berilmaydi degan gapni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Ko'pincha odamlar orasida vahima tarqaladi. Endi pensiyani qo'lga olib bo'lmas ekan, karta bo'lmasa pul berishmas ekan, qariyalar bankka bora olmasa pensiyasiz qolar ekan degan gaplar yuradi. Men buni aniq aytaman. Odatda maqsad pensionerni pulsiz qoldirish emas, balki to'lov shaklini tartibga solishdir. Ammo bu tartibga moslashish uchun pensioner va uning oilasi oldindan harakat qilishi kerak. Oldingi tartibda ko'p pensionerlar naqd pulga o'rganib qolgan edi. Masalan, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U har oy belgilangan kunda pochta bo'limiga boradi, pasportini ko'rsatadi va pulini oladi. Pulni uyga olib keladi. Bir qismini o'z ovqatga, bir qismini doriga, bir qismini kommunal to'lovlarga ajratadi. Uning uchun bu oddiy, tushunarli va yillar davomida sinalgan tizim edi. Yangi tartibda esa shu 1.200.000 so'm pensionerning bank kartasiga tushadi. Agar pensioner kartadan foydalana olsa, bu juda qulay. Pul tushgani SMS orqali biladi. Bankomatdan kerakli qismini oladi. Qolganini kartada saqlaydi. Masalan, u 500.000 so'mni bankomatdan yechib oladi, 300.000 so'mga dorixonada karta orqali to'laydi, 200.000 so'mni elektr gaz uchun o'tkazadi, qolgan 200.000 so'm kartada turadi. Bu ko'rinishda pulni yo'qotish xavfi kamayadi. Har bir harakat bo'yicha iz qoladi. Lekin muammo shundaki, hamma pensioner ham bunga tayyor emas. Ba'zi qariyalar bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Ba'zilar PIN kodni unutadi. Ba'zilar kartasini farzandiga berib qo'yadi. Keyin pul qayerga sarflanganini bilmay qoladi. Ba'zi hududlarda bankomat uzoqda bo'lishi mumkin. Qishloqda yashaydigan pensioner uchun tuman markaziga borishning o'zi xarajat va vaqt talab qiladi. Shu sababli men bu masalaga faqat qog'ozdagi qoida sifatida emas, real hayotdagi vaziyat sifatida qarayman. Birinchi navbatda, bank kartasi yo'q pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar pensiya yoki nafaqa oluvchining nomida karta ochilmagan bo'lsa, to'lovda kechikish yoki qo'shimcha rasmiylashtirish zarurati paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 68 yoshli onaxon pensiyasini doim naqd olgan, bankka hech qachon bormagan. Endi unga karta kerak bo'lsa, u pasport yoki ID karta bilan bankka borishi, ariza berishi, karta ochtirish kerak bo'ladi. Agar sog'liq sababli bora olmasa, ishonchli vakil masalasi ko'rib chiqiladi. Ikkinchi guruh hujjatlarida muammo bor pensionerlar. Masalan, pasport muddati o'tgan, ID karta olinmagan, yashash manzili o'zgargan. Familiya yoki ism hujjatlarida turlicha yozilgan bo'lsa, bank karta ochishda savol tug'ilishi mumkin.
pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumot bilan bankdagi ma'lumot mos kelmasa, pul kechikishi ehtimoli bor. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tekshirtirish kerak. 3-guruh nogironligi bor, yotib qolgan yoki mustaqil harakatlana olmaydigan pensionerlar. Bu insonlar uchun eng katta muammo bankka borish, karta olish. PIN kodni saqlash va pulni yechishdir. Bunday holatda oila a'zolari o'zimiz hal qilib qo'yamiz deb shoshilmasligi kerak. Har bir harakat qonuniy bo'lishi zarur. Ishonchnoma, vasiylik, homiylik yoki bankning uyga chiqish xizmati kabi masalalar rasmiy tartibda hal qilinadi. 4-guruh yolg'iz yashovchi pensionerlar. Ular ko'pincha qo'shni, qarindosh yoki tanishlarga ishonib karta berib qo'yadi. Bu juda xavfli. Karta va PIN kod bir odamning qo'liga o'tsa, pulni olib qo'yish oson bo'ladi. Keyin men ruxsat bermagan edim deb isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerning kartasi pensionerning o'zida turishi, PIN kod esa hech kimga aytilmasligi kerak. Agar pensionerning bank kartasi bor bo'lsa, karta faol ishlayotgan bo'lsa, telefon raqami ulangan bo'lsa va pul tushganini SMS orqali bilib tursa, u holda xavotir katta emas. Masalan, pensioner har oy pensiyasini kartada oladi. Kerak bo'lsa bankomatdan yechadi. Do'konda karta orqali to'laydi. Bunday odam uchun yangi tartib deyarli sezilmaydi. Chunki u allaqachon shu tizimda yashayapti. Agar pensionerning farzandlari yonida bo'lsa, lekin karta va pul masalasida tartib bo'lsa, bu ham yaxshi. Masalan, o'g'il yoki qiz onasiga bankomatdan pul yechishda yordam beradi, lekin PIN kodni onaning o'zi teradi. Pulni onaning o'zi oladi. Xarajatlar ochiq aytiladi. Bu holatda yordam bor, lekin nazorat pensionerning o'zida qoladi. Agar pensioner bankka yaqin hududda yashasa, mahallasida bankomat bo'lsa, kartadan foydalanishni bilsa, yangi tartib unga qulaylik ham beradi. Chunki u oy boshida hamma pulni birdan naqd qilib olib yurmaydi. Kerak bo'lganda kerakli qismini oladi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan ham foydali. Birinchi misol. 2 yoshli ota 1,5 million so'm pensiya oladi. U pensiyani har oy naqd olardi. Endi pul kartaga tushadigan bo'ldi. Ota bankomatdan foydalanishni bilmaydi. O'g'li kartani olib, men yechib beraman deydi. Agar ota PIN kodni to'liq o'g'liga aytib bersa va karta o'g'lining qo'lida qolsa, bu noto'g'ri. To'g'ri yo'l qanday? O'g'li otani bankka olib boradi. Bank xodimidan tushuntirish so'raydi. PIN kodni ota o'zi biladi. SMS xabarnoma otaning telefoniga ulanadi. Agar ota telefondan foydalanmasa, ishonchli va qonuniy yordam tartibi belgilanadi. Eng muhimi, pul ustidan nazorat yo'qolmasligi kerak. Ikkinchi misol. 15 yoshli ayol nogironlik nafaqasi oladi. Oyiga 900 ming so'm tushadi. U uydan chiqolmaydi. Mahalladagi tanishi kartangizni menga bering, men olib kelaman deydi. Bu xavfli holat, chunki karta va PIN kod bo'lgan odamga berilsa, pulning bir qismi yo'q bo'lishi, keyin esa nizoli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyat pensionerning yaqin qarindoshi notarial ishonchnoma rasmiylashtirishi yoki tegishli tashkilotlardan uyda xizmat ko'rsatish imkoniyatini so'rashi kerak. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bo'limi va bank bilan bevosita gaplashish kerak. 3-misol. Pensioner oyiga 2 million so'm pensiya oladi. Pul kartaga tushadi. U butun summani bankomatdan yechmoqchi bo'ladi. Lekin bankomatda naqd pul yetarli emas yoki bir martalik yechish limiti bor. Pensioner menga pulimni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida bu pensiya taqiqlangani emas, bankomatdagi texnik yoki limit masalasi bo'lishi mumkin. Bunday holatda boshqa bankomatdan foydalanish, bank kassasiga murojaat qilish yoki pulni qismlarga bo'lib yetish mumkin. Shuni tushunish kerak. Karta hisobidagi pul pensionerning puli. Lekin uni olish tartibi bank infratuzilmasiga bog'liq bo'lishi mumkin. 4-misol. Pensioner qishloqda yashaydi, bankomat 20 kilometr uzoqda. U har oy yo'lga pul sarflab tuman markaziga boradi. Bunday vaziyatda oila a'zolari va mahalla faollari muammoni yashirmasligi kerak. Bankka, mahallaga, tuman hokimligiga murojaat qilib, hududga mobil bank xizmati, qo'shimcha bankomat yoki naqdlashtirish imkoniyati bo'yicha taklif berish mumkin. Bitta odamning murojaati yetarli bo'lmasligi mumkin, lekin bir necha pensioner birgalikda murojaat qilsa, masala jiddiyroq ko'rib chiqiladi. Eng muhim nozik jihat shuki, hamma pensionerga bir xil holat deb qarab bo'lmaydi. Yosh, sog'lig'i, yashash joyi, hujjat holati, bank xizmatlariga kirish imkoniyati har xil. Shu sababli ayrim toifalar uchun alohida tartiblar, yordam mexanizmlari yoki vakil orqali olish imkoniyatlari bo'lishi mumkin.
Lekin bularning hammasi rasmiy yo'l bilan amalga oshirilishi kerak. Naqd pul masalasida yana bir muhim nuqta bor. Pensiya kartaga tushgani uni faqat elektron to'lovga sarflash kerak degani emas. Pensioner odatda o'z pulini bankomatdan yoki bank kassasidan naqdlashtirishi mumkin. Ammo tartib shuni anglatadiki, davlat pulni avval pensionerning hisob raqamiga o'tkazadi. Keyingi bosqichda pensioner uni qanday ishlatishi o'z ehtiyojiga bog'liq bo'ladi. Faqat bank limiti, texnik holat, karta turi va xizmat shartlari e'tiborga olinadi. Yana bir xavfli nuqta firibgarlar. Yangi qoidalar chiqqanda yoki odamlar orasida vahima bo'lganda firibgarlar bundan foydalanadi. Masalan, kimdir telefon qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodini ayting. PIN kodni yangilaymiz deb aldashi mumkin. Men buni qat'iy aytaman, bank kodimi ham, pensiya jamg'armasi kodimi ham sizdan telefon orqali PIN kod, SMS kod yoki kartaning maxfiy ma'lumotlarini so'ramasligi kerak. Bunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Ba'zi pensionerlar men karta ochsam, pulimdan komissiya ushlab qolishadi deb qo'rqadi. Bu savolni bankdan aniq so'rash kerak. Pensiya kartalari bo'yicha xizmat shartlari odatiy kartalardan farq qilishi mumkin. Karta chiqarish, SMS xabarnoma, boshqa bank bankomatidan pul yechish. Karta yo'qolsa qayta chiqarish kabi xizmatlarda to'lov bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bankka borganda pensiya kartasi bo'yicha barcha komissiyalarni yozib bering deb so'rash foydali. Yana bir masala. Karta kimning nomida bo'lishi kerak? Pensiya oluvchi shaxsning nomida bo'lishi kerak. Farzandining, kelinining, nevarasining kartasiga pensiya o'tkazish odatiy tartib emas va keyinchalik nizoga sabab bo'lishi mumkin. Pul pensionerning shaxsiy daromadi hisoblanadi. Agar pensioner o'z pulini farzandiga bermoqchi bo'lsa, bu uning ixtiyori, lekin avval pul uning o'z hisobiga tushishi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensionerning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Familiya va ism to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana mosmi? Yashash manzili bo'yicha muammo yo'qmi? Agar hujjatda xato yoki muddati o'tgan holat bo'lsa, avval shuni hal qiling. Chunki bank ham, pensiya bo'limi ham shaxsni aniq tasdiqlovchi hujjatga qaraydi. Ikkinchi qadam, bank kartasi bor yo'qligini aniqlang. Agar karta bo'lsa, uning amal qilish muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? PIN kod ishtami? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam pensionerning o'ziga tegishlimi? Shularni tekshiring. Juda ko'p muammo oddiy narsadan chiqadi. Karta muddat tugagan bo'ladi yoki telefon raqami eski bo'ladi. Pul tushadi. Lekin pensioner xabar olmaydi. Keyin pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Uchinchi qadam, agar karta bo'lmasa, bankka boring. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ayrim hollarda pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasidan ma'lumot so'ralishi mumkin. Bankka borganingizda shunchaki karta ochib ketmang. Xodimdan aniq so'rang. Bu pensiya kartasimi? Pul qachon tushadi? Qaysi bankomatlardan komissiyasiz yechish mumkin? Kunlik yechish limiti qancha? Karta yo'qolsa nima qilinadi? PIN kodni unutsa qanday tiklanadi? 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limi bilan ma'lumotni solishtiring. Ayniqsa yangi karta ochilgan bo'lsa, hisob raqami pensiya to'lov tizimiga to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling. Ba'zan odam karta ochadi, lekin ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Natijada pul eski tartib bo'yicha ketadi yoki kechikadi. Shuning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyam qaysi hisobga tushadi, ma'lumotlarim to'g'rimi deb aniqlashtirish kerak. 5-qadam. Pensionerga kartadan foydalanishni o'rgating. Bu juda oddiy tuyuladi. Lekin amalda eng muhim ish shu. Bankomatga borganda kartani qanday solish, PIN kodni qanday terish, qoldiqni qanday ko'rish, chekni qanday olish. Begona odam yordam taklif qilsa nima qilish kerakligini tushuntiring. Bir marta tushuntirib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. 2-3 marta birga borib amalda ko'rsatish kerak. 6-qadam, PIN kodni himoya qiling. PIN kodni kartaning ustiga yozmang. Qog'ozga yozib hamyon ichiga solib qo'ymang. Telefon kontaktiga karta kodi deb saqlamang. Agar pensionni eslab qolishga qiynalsa, oila ichida xavfsiz usul topish kerak. Lekin bu ma'lumot begona qo'lga tushmasligi shart. Chunki karta yo'qolib, PIN kod ham yonida bo'lsa, pulni yechib olish juda oson bo'ladi. 7-qadam, ishonchnoma masalasini qonuniy hal qiling. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa yoki bankka bora olmasa, men uning o'g'liman, shuning uchun pulini olaman deyish hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin.
bank va pensiya tashkilotlari hujjat talab qiladi. Notarial ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki boshqa rasmiy asos kerak bo'lishi mumkin. Buni oldindan hal qiling, pul tushadigan kuni shoshilib yurmaslik uchun. 8-qadam, har oy pul tushishini nazorat qiling. Pensiya qaysi sanada tushishi odatda ma'lum bo'ladi. Shu sanalarda SMS xabarini ko'ring. Bank ilovasi bo'lsa, qoldiqni tekshiring yoki bankomatdan balansni ko'ring. Agar pul tushmasa, darhol vahima qilmang. Avval bankdan hisob holatini so'rang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. FI tug'ilgan sana, pensiya turi, oxirgi to'lov sanasi, karta yoki hisob raqami, muammo nimada ekanini ko'rsating. 9-qadam, yozma murojaat qilishni o'rganing. Og'zaki gap ba'zan unutiladi, yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. Agar pensiya kechiksa, karta hisobiga tushmasa, noto'g'ri ushlab qolinsa yoki boshqa muammo bo'lsa, bank ham, pensiya jamg'armasiga ham yozma ariza bering. Arizada mening pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra kechikayotganini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha choralar ko'rishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza nusxasida qabul qilingan sanani belgilatib oling. 10-qadam, pensionerning pulini hurmat qiling. Bu huquqiy masaladan ham oldin insoniy masala. Pensionerning pensiyasi uning o'z mehnati, yoshi, sog'lig'i yoki davlat belgilagan ijtimoiy kafolati asosida beriladi. Farzandlari yordam berishi mumkin, lekin pulni uning roziligisiz ishlatish to'g'ri emas. Karta tizimi shaffoflik berdi, lekin oilada ochiqlik bo'lmasa, baribir nizo chiqadi. Agar pensionerning kartasi yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Balki uyda topilib qolar deb kutish xavfli. Karta topilsa ham begona odam ko'rgan bo'lishi mumkin. Bloklatib yangisini chiqarish xavfsizroq. Agar SMS kod kelgan bo'lsa va siz hech qanday operatsiya qilmagan bo'lsangiz, demak kimdir kartangizdan foydalanishga uringan bo'lishi mumkin. Bunday holatda kodni hech kimga aytmang va bankka xabar bering. Agar pensioner bankomat oldida qiynalayotgan bo'lsa, faqat bank xodimidan yordam so'rashi kerak. Ko'chadagi begona odam men yordam beraman desa, ehtiyot bo'ling. Bankomat yonida karta almashtirish, PIN kodni ko'rib olish, pulni sanab beraman deb bir qismini olib qo'yish kabi holatlar uchrashi mumkin. Agar pensiya kartaga tushgan bo'lsa, lekin bankomat pul bermasa, bu har doim ham pul yo'q degani emas. Bankomatda naqd yetmasligi texnik nosozlik, limit karta bilan bog'liq vaqtinchalik muammo bo'lishi mumkin. Bank kassasiga murojaat qiling yoki bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Agar pensioner telefon ishlatmasa, baribir aloqa raqami masalasini hal qilish kerak. Chunki bank ko'pincha operatsiyalar bo'yicha xabar yuboradi. Yaqin qarindosh raqamini ulashdan oldin oqibatini o'ylang. Raqam kimda bo'lsa, u ko'p hollarda xabarlardan xabardor bo'ladi. Bu ishonchli odam bo'lishi shart. Yangi tartibning foydali tomoni ham bor. Pul kartada turganda uni o'g'irlab ketish qiyinroq, yo'lda yo'qotish xavfi kamroq. Sarflar bo'yicha iz qoladi. Masalan, pensioner dorixonada karta bilan to'lasa qachon va qancha to'lagani ko'rinadi. Kommunal to'lovni elektron qilsa, kvitansiya yoki operatsiya tarixi saqlanadi. Bu keyin nizoli vaziyatlarda foydali bo'lishi mumkin, lekin foydali tomoni bor deb muammolarni inkor qilmayman. Karta tizimi hamma uchun birdek oson emas. Ayniqsa yoshi katta insonlarga sabr bilan tushuntirish kerak. Ularni shuni ham bilmaysizmi deb uyaltirish mutlaqo noto'g'ri. Bugun bank kartasi bizga oddiy tuyuladi. Lekin YHB yoshli odam uchun bu butunlay yangi tizim bo'lishi mumkin. Shuning uchun oila a'zolari vaziyatni tushunib, yordamni to'g'ri tashkil qilish kerak. Demak, asosiy xulosa shuki, pensiya va nafaqa to'lovlarida naqd pulga bog'liq eski tartiblar bosqichma-bosqich qisqarishi. Bank kartasi va hisob raqami orqali to'lash asosiy shaklga aylanishi mumkin. Bu pensioner puldan mahrum bo'ladi degani emas. Bu pulni olish tartibi, nazorat va xavfsizlik talablari o'zgarayotganini bildiradi. Kimda karta, hujjat va ma'lumotlar joyida bo'lsa, katta muammo bo'lmaydi. Kimda hujjat eski, karta yo'q, sog'lig'i sababli bankka bora olmaydi yoki begonalarga ishonib karta berib qo'ygan bo'lsa, hozirdanoq chora ko'rish kerak. Men tavsiya qilaman, bugun oilangizdagi pensionerning hujjatlarini, kartasini, telefon raqamini va pensiya to'lovi qaysi hisobga tushayotganini tekshiring. Bankka borib savollarni aniq bering. Pensiya jamg'armasidan ma'lumotni tasdiqlatib oling. PIN kodni hech kimga bermang. SMS kodni aytmang. Karta va pul masalasida hamma ishni rasmiy tartibda qiling.
Sizning hududingizda pensiya naqd berilyaptimi yoki karta orqali tushyaptimi? Bankomat, karta komissiya yoki pul kechikishi bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki pensioner tanishlaringizga albatta yetkazing.